Chamayapsizlarmi do'stlar? Bizda yangilik, abishat qilganimizdek, hali 14 kunlik savdoni ko'rsataman. 14 kunlik savdo. Ikkita magazinda noldan boshlagan edik. Bitta o'quvchimizniki, bitta o'zimizniki. O'quvchimiz hozirgi paytda tayyor emas. Keling aka, siz syomka qilaylik deb jonga tegyapman, lekin tayyor emas. Men hozir o'zimizniki va o'quvchimiznikini magazinni savdosini ko'rsataman. 14 kunlik savdosini. Bismillah. Savdoni ko'rsatish sal g'alatiroq, lekin men challenge e'lon qilganimdan keyin ko'rsataman degandim. Mana har kunlik zakazlarimiz. Mana bu yetib borgan tovarlar. Mana bu esa bitta magazinda savdosi 14 kunlik savdo bo'lyapti. Ko'ryapsizlar, 14 kunlik savdo bo'lyapti. Xo'p, dars ketdik. Vot. Ikkinchisi esa mana xudo xolasa ikkinchi magazinimiz. 99 ta tovar ketyapti. Yetib borgan tovar 18 ta, uje 60 minglik, 57 ming, 58 minglik uje yetib borgan tovar. Bu ikkinchi magazin bu. Bu bir o'quvchimizniki. Kuniga savdolari osta-osta o'sib boryapti. Vot. Pul yetmay qolyapti даже. Bunday olib qarasalar, nima uchunki biz Asadga qo'yib sotib, chiqib qo'yib sotib shunaqa qilyapmiz, savdosi shuncha bo'lyapti. Rezultatni ko'rdilaring, 14 kunlik rezultatni ko'rsatdim men sizlarga. 1 million uramiz dedik. Inshaalloh 1 millionni uramiz. Yana bitta video qilib chiqaraman, xudo xolasa. Bizlarni kuzatib borishda davom eting. Yorib olamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin.